O'zbekistonda hafta davomida harorat 30 daraja ko'tariladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 17, 18, 19 hamda 20 mart kunlari quruq va juda iliq havo bo'lishi kutilmoqda deb xabar berdi O'zgidromet. Prognozlarga ko'ra, havo harorati asosan kechalari 7-12 daraja iliq, kunduz kunlari esa 22-25 daraja iliq bo'ladi. Ba'zi joylarda 27-30 daraja ko'tariladi. Toshkentda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 sekund tezlikda esadi. Harorat kechalari 9-12 daraja iliq, kunduz kunlari esa 22-27 daraja iliq bo'ladi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.